Toshkent tuman axborot kutubxona markazi Sharof Rashidovning 106 yilligi munosabati bilan book trailer tayyorladi. Sharof Rashidovich Rashidov 1917-yil 6-noyabrda tavallud topgan. Sovet partiya va davlat arbobi, o'zbek yozuvchisi, sotsialistik mehnat qahramoni, O'zbekiston SSR Kommunistik partiyasi rahbari, 1939-yildan KPSS a'zosi, Jizzax pedagogika texnikumi, Samarqand davlat universitetining filologiya fakultetini tugatgan. Rashidov adabiyotga shoir sifatida kirib keldi va bir yirik asari Chegarachi dostoni 1937-yilda nashr qilindi. Fashizmga qarshi kurash tuyg'ulari bilan sug'orilgan qahram she'rlari to'plami 1945-yilda chop etildi. Rashidov respublikaga rahbarlik qilgan yillarda qator bunyodkorlik ishlari bilan birga qishloq xo'jaligi yerlaridan ekstensiv foydalanish oqibatida ekologik vaziyatning buzilishi, paxta, yakka hokimlikning qaror topishi kabi noxush holatlar ham yuz berdi. Rashidov vafotidan so'ng markaz tomonidan totalitar tuzumning barcha kirdikorlari unga yuklanib, 80-yillar qatag'onida nohaq qoralandi. O'zbekiston mustaqillikka erishgach, Rashidovning nomi oqlandi. Prezident Islom Karimovning tashabbusi bilan Rashidov tavalludining 75 yilligi nishonlandi. Rashidov Toshkentdagi Xalqlar do'stligi saroyi me'moriy majmuasi uchun qurilish g'oyasining muallifi va ijobiy rahbari sifatida vafotidan so'ng Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston davlat mukofoti bilan taqdirlangan. Sirdaryo viloyatidagi tuman, Toshkent va Jizzax shahridagi ko'chalar, maktablar, mahallalarga uning nomi berilgan. Jizzaxda Rashidov haykali va muzeyi bor. Rashidov davrida O'zbekiston yengil va oziq-ovqat sanoati rivojlangan industrial agrar respublikaga aylandi. Og'ir sanoat 10 barobar o'sdi. Yirik issiqlik elektr stansiyalari Toshkent 1971-yildan, Sirdaryo 1975-yildan, Navoiy, Angren, Duklar va gidroelektr stansiyalari qurildi. Sharof Rashidov oktyabr inqilobidan bir kun oldin Jizzaxda dehqon oilasida dunyoga kelgan. Sharof Rashidov 1983-yil 31-oktyabrda vafot etgan.